Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyotqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitay hökumətinin Dünya Uyğur Qultiyinin təşəbbüsündən qurulğan Uyğur Sot Kollegiyasiga davamlıq hücum qilishi degan tema ustida söhbət elib barmız. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qultiyinin rəisi Dolqun İsa əfəndi bilan Dünya Uyğur Qultiyinin Qanun İşləri Komitetining müdiri Mehmet Toxt Efendi'ni bu söhbətə alayı təklif qıldıq. Söhbətimiz xoş gəldinizlər. Rəhmət, xoş bulduk. Hoş bulduk. Bunda olsa aldı ulan Dolqun Efendi bu 12 yanvar günü, yani çarşamba günü Dünya Uyğur Qultiyinin təşəbbüsündən qurulğan, yani Uyğur Sot Kollegiyası bu qitim alayı yığın içib, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının xadimlərini, Ananikin Amerika, Avropa ve Asiyadagi bir qism parlament a'zolarini taklif qilib, Dünya Uyğur Qultiyinin qilgan xizmatlar ustida siz so'zlagan bo'lsangiz, ya'ni bu Uyğur Sot Kollegiyasi shu parlament a'zolarining so'rgan nurg'un savollarga javob bergan bo'ldi. Ham bu parlament a'zolari nihoyatda qiziqqan bo'ldi. Bu Uyg'urlarning masalasidan sirt, ya'ni bu Uyğur Sot Kollegiyasining chiqargan hukmida. Bunun aldı keyinda siz naq maydonda bo'lgandan keyin qaysi davlatning parlamentlari ham BDTning kimler qatnaştı? Çünkü Xitay bunun qattiq norozilik bildirdi. Özünüz bilgandek. Bununla 20 neçə dövlətdən toplam 150'ye yakın parlament adamları qatnaştı. Bununla işin kızıkarlılık tarafı mesela normalde Uyghur sotuğu olsun veya ki Uyghur erkek kırgınçılık meselesi de hazırlıkça garip devletlerininki parlamentleri veya parlament azaları siyasetçiler çok kızıkıp bu mesele köngül bulup gelgen. Ama bu kadar yığınga mesela Cenubi Afrika o'xshaydigan bir qism Afrika davlatlarining, Latin Amerika davlatlarining, Osiyo davlatlarining, Vyetnamning deymiz, masalan, aning deyinki Malayziyaning deymiz, shunga o'xshaydigan Yangi Zelandiya, Avstraliya, Amerika, ya'ni dunyoning keng butun 5 qit'asining har qaysi joylaridagi siyosatchilar, parlament a'zolari, hatto yolg'iz siyosiy parlament a'zolari emas, bir qism hukumat xodimlari va Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi amaldorlarmi bunga qatnashdi. Bundan burunki bu Uyghur Sotininki haqiqiy muzokaralar ishg'illari bo'lsin, uning o'xshamaydigan bir qiziqish nuqtasi bo'ldi bu. Mehmet Toxt Efendi bu qitim hamda nurg'un odamning nazarida o'tgan yil ya'ni 9 dekabr kuni bu Uyghur Sot Kollegiyasi o'zining hukmini e'lon qilgandan keyin, ya'ni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik jinoyati, insoniyat qarshi jinoyati hem qiynash jinoyatini o'tkazdi deb hukmni jaka olgandan keyin albatta Xitoy hukumati qattiq norozilik bildirgan bo'ldi. Umuman ko'pincha insonlar hamda Uyg'ur Sot Kollegiyasining roli oxirlashdi deb tushungan. Ammo chorshanba kuni bu yig'inda bu Uyg'ur Sot Kollegiyasi mana Dolqun İsa Efendi o'tib ketgandek 20 necha davlatning parlament a'zolarini yig'ib kelib, bu yerda u Uyg'ur Sot Kollegiyasining qanday shaklda bu qarorlarga hukmlar kelganligini bildirdi. Sizningcha buning qanday bir ahamiyati bor? Masalan, ya'ni Uyg'ur Sot Kollegiyasi yana davomli to'xtamasdan Uyg'urlarning masalasini xalqaroda ko'tarib chiqishning ahamiyati qanday bo'ldi deysiz? Ko'p rahmat. Meningcha bu Uyg'ur Sot Kollegiyasi hukm qilgan bu hukm va bu hukmga asosni tashkil qilgan sabab, ya'ni nima deb bu hukmnomaga yoki Xitoy hukumatining Uyg'urlarga va Qozoq qatorliq Sharqiy Turkiston xalqiga ilib berayotgan vahshiy qilmish, jinoiy qilmishining kategoriyasini bekitganda irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyat ikki xil kategoriya bo'yicha hukm chiqadi. Shuningga nimaga asoslanib bu shu hukmga keldi deb bu Sot Kollegiyasining tayyorlagan 300 betlik tarixiy ahamiyatga ega birinchi qo'l paketlarni asos qilib tayyorlab chiqqan material var. Buni hamda bu tarixiy materiallarning ichida, bu dalillarning ichida shu lagerda yetib chiqqan lager qurbonlarining bergan birinchi ig'iz, birinchi qo'l ma'lumotlari, anadan keyin tadqiqotchilar, anadan keyin Xitoyning ichki o'zining ichki qismida tarqatgan belgilar va hujjatlar ve hozirgi zaman texnikasidan foydalanib qo'lga tushirilgan sun'iy amalga hammasini tashkil topgan bir dalillar to'plami hamda. Bu Xitoyni ko'proq bearam qilgani bu Sot Kollegiyasining bu ikki jinoyat haqidagi xulosasidan bak, shu xulosaga kelishiga sabab bo'lgan dalillar. Chunki bu dalillar
Hazır belki Xitayning diplomatik ve siyasi iqtisodiy kuchi bilan Xitoy uni besib yoki bostirib qo'yib yoki kechiktirib qila olishi mumkin. Lekin hamon bir kuni bu dalillar Xitoyning beshini og'irtadigan dalillar. Uning ustiga bu dalillarda isbotlangani Xitoy hukumatining o'zi imzolagan milliy qirg'inchilik ahdnomasiga 5 jinoyat qilmishining hammasini o'xshash sodir qilayotganligi. Andan keyin Xitoy hukumati o'zi imzolagan insoniyat qarshi ishlangan jinoyat kategoriyasidagi 15-16 xil jinoyat va buning hammani Xitoy hukumatining sodir qilayotganligi birdan bir bu nimada, shu hukmnomada isbotlanib, ya'ni hech qanday shak shubha aldırmağıdak derecede en yukarı ölçem bilen ispatlanmagan. Yani İngilizce beyond reasonable doubt deganning ma'nosi shu. Şoňlaşqa bu karar hem de bundan keyin Xitoy hukumatining beshini yaman köp og'ritadi. Shu sababdan Xitoy hukumati haddidan ziyoda, nihoyatda kuchli holda inkas bildirib kelyapti. Bunda biz to'lqin apanda bu qitimqi yig'inga albatta bu Xitoy hukumatining inkosi qattiq bo'ldi. Xuddi abaytin degandek bu asli Uyg'ur sud kollegiyasi vazifasini ado qilib hukmni chiqarib bo'lgandan keyin buning ishi tugadi deb qaralgan bo'lsa-mu, bu Uyg'ur sud kollegiyasi yana davomli bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini davomli o'tirib qo'yib, masalan BDT, Amerika, Yevropadagi, hatto Osiyo, Janubiy Afrikadagi siz degandek parlament a'zolaridan alay taklif qilib, yana bu Uyg'urlar qartilgan jinoyat to'g'risida suhbat elib berib, ham bu parlament a'zolarining savollariga javob bergan bo'ldi. Bundaq bir vaziyatda endi sizningcha Xitoy hukumati nima uchun bundaq qattiq buning inkas bildirdi? Ilgari qattiq inkas bildirgan, ammo bu qitim darajadan tashqari bir inkas bildirdi Xitoy hukumati. Çarşamba kuni elib borgan faoliyatga. Buning sababi nima deb qaraysiz? Çünkü Xitoy bu sot echilishning oldida bu sotni qonunsiz deb, bu sotni to'xtatish uchun, hatto uning guvohchilarga tahdidlarni qilish orqali bu sotning muvaffaqiyatli bo'lmasligi, echilmasligi uchun har xil niranglarni o'ynadi. Shundaq har xil o'yinlarga qarshi qaramay bu sot nihoyatda muvaffaqiyatli o'tkazildi. 3 qatimliq sot. Xitoy buningda mag'lub bo'lgandan keyin, bu sotdan keyin ularning urug' tuqqanlarini Beijinglarga olib borib, bularni yolg'onchiliklar bilan guvohlik berganlarni ayıplab, ma'u şekilde bu oyunlarını oynab, bu bir tiyatro, sahne oynaydı iş arkalık dünyaya biraz bu sotunu xunukleştiriş tirişip gelgen. Xitoy mı hem de şunda arkadaş arkalık biz teşvikatımızdan ma'lum neticede eriştik deb oylagan bo'lishi mumkin. Ama bu qatim bunun undaq bo'lmaganligini en ahirda bu sotning hatta sot e'lon qilgan kunisi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komisarının ishxonasimi bu sot haqida bergan bir bayonoti bor. Biz tayyorlayotgan dokladımızdan paylanadigan muhim qimmatli uchurlar bilan ta'minladi. Degandan keyin Xitoy bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan chiqadigan bu nimani dokladni to'xtatib qo'yish uchun hozirgi jiddiy harakat qilayotganligi haqida bizga chiq ma'lumotlar keldi endi. Çünkü biz Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengashininki Ali Komisarlık ishxonasining dokladının aslida 12 ayda e'lon qilganligini biletdik. Ular bizga shunda bir nima bergan, ya bizga emas, dunyoga. Ama hozirgacha mana 1-chi ay bo'ldi. Bu demak buningda Xitoyning belgilik ta'sir qilayotganligi, hatto to'sish uchun butun jon jahli bilan tirishayotganligidan biz taxmin qila olamiz. Endi mushuna bir vaqtning o'zida bu bütün Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki əməldarları, nurgun devletlerinin ve nurgulgan parlament əzalarının bunun qatnışı Xitoyni haqiqatan beram qildi. Demek bizning bu sotni to'xtatish uchun qilgan harakatimizni qag'i kelmadi. Sotdan keyin bu sotni e'tiborsizlashtirish uchun yapgan diplomatik tashviqot harakatlarimizni qag'i kelmay, endi bu en ahirda BDT'nin ichiga kiribdi. BDT'nin ichiga kirgandan keyin demek bu BDT'den muşunda bir karar çıkıp kalsa bu Uygur irqiy qirg'inchilik meselesi için devri bölgüç ikinci bir baskıç oldu. Çünkü birinci kıtım mı 2018 yılı 8. ayının 11. günüsü Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy ayrımcılıkını ortadan kaldırış komiteti 1 milyondan artık Uygur Kazak'ını Xitoy sen ceza lager tutuluş lagerlerine soldun degandan keyin bir buruluş noktası olgan. Bütün matbuot şundan başlagan hozirgacha biz 3 milyon 4 milyon deymiz, bir qancha milyon deymiz ama Birleşken Devletler Teşkilatı 1 milyon deganlik uchun hozirgacha yana nurg'ulgan matbuotlar 1 milyondan chiqdi deyapti. Ba'zi mutaxassislar 2 milyon degandan bo'ldi, 3 milyon degan bo'ldi. Çünkü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın resmi organlarından ve mutaxassislarining bir bayonoti başka bir devletning veya ki başka bir şahsning tadqiqotchiga qaragancha o'xshamaydigan bir tarixiy qimmati va uning alayida bir eg'irligi bo'lgan gap. Shuning Xitoy
Muşundaq bir dokumentning Birleşken Devletler Teşkilatı'ndan çıkıp geliştim bek ensiragli. Çünkü eğer şunda bolsa demek Xitayning bu cinayeti ne Xitay artık yoşuranmaydigan. Her qandaq pədazlaş arqılıqmı pədazlayanmaydigan bir halet kirdi ve en ahırda bu Xitay emeldarlarını cazalaydigan bir işinin içiliş oludu. İçiliş oludu. Bu mu tönegin bir nesini kıstırıp ötüp gideyim ben bir yerde. Germaniyada mesela tönegin bir sot oldu. Suriyalik burunki Esed rejimide bir general olan Enver Ruslan diyen 2014 Germaniyaga kelgan, viza bilan kelgan ama Esed rejimi bilan hamkorlashib bugün xuddi Xi Jinping o'zining rejimi bilan xuddi bugungi Sho'ra Zakir va Chinchenko hamkorlashib nurg'unlagan insonlarni o'ldirdi, qiyin qistoqqa oldi, tan jazosi berdi, ayollarga har xil shakldagi jinsiy zo'ravonliklar bo'lib keldi. Sotdimi shu narsa isbotlandi Uyg'ur sudida. Demek şunu bu general tönegün Germaniya sotida mengülük turma cezası kıldı. Yani ayakın öz vaktini cinayetini kılıp 2 yıldan keyin o hükümet bilan münasebeti bozulup en ahırda Germaniya kelip panalık dilgen birisine cinayetinden kutulanmay aradan bugün 8 yıl ötken vaktida en ahırda Germaniya sotu sen insaniyet karşı cinayet etkisi şerik bolganken sen turmalarda insanların ölüşü sebep bolganken sen insanlarga qiyin qistak qilganken sen de mengülük turma cezası verdi. Demek Xitayning emeldarları Xi Jinping bolsun yoki Xitayninki başka emeldarlar bolsun Şarq Türkistan bevosita buni chetishib bo'lgan mushundaq bir kunga qilib qilish ehtimoli bor. Shuning uchun Xitoy mushning oldini olish uchun buningdan ensirab qutib qo'ygan to'g'ridek bo'lib ketishining sabablari shu. Mehmet To'xta Efendi bu normalde hem de Uyghur Sot Kollegiyasi bir anlaş yig'ini ochsin, faoliyat qilsin, endi Xitoyning bo'libmi Birleşken Devletler Teşkilatı turishliq vakili alohida bayonot e'lon qilib, voqea bo'lgandan aslan hujum qiladigan ishlar ilgari ko'p ko'rilmagan. Bu qitim masalan Xitoyning BDT turishliq vakilining bayonoti qarsimi bu bir diplomatik til bilan emas, bunda desak bir ko'chidagi bir odamning tili bilan hem Dünya Uyghur Qurultayı hem Uyghur Sot Kollegiyasiga hujum qilib, bu unsurlar hatta namı esib ketgan Dünya Uyghur Qurultayı deydigan mushundaq bo'lmag'ur so'zlarni ishlatib hujum qilgan. Sizningcha hozir shu bu Xitoyning BDTda turishliq bu vakilining bunda deyishi hamda haqiqatan shu Uyg'ur erkiy qirg'inchilik masalasining ya'ni BDTga berib abaydolqu degandek BDTdimi yoki hozirgacha kelishcha ko'p qitim o'tirib qo'yilib bo'lgan bo'lsa-mu, buning texmi bir cho'ng masalaga aylanib ketishni andish qilganligi uchun bunda qattiq qo'pol til bilan bunda bir bayonot e'lon qilgan deb qaramsiz? Elbette o tarafı var. Hem de nurgun devletler oturadaki tokunuşlar. Ya ki devletler oturadaki nurgun ziddiyetlik meseleler uğraş olsun ya ki başka diplomatik meseleler olsun. Hemisi şu Birleşken Devletler Teşkilatı'da bir kararı bağlandı ya müzakere kılındı ya ki el kılışının çağrıları şu yerde görüşüldü hem de. Hem de bu Uyghur Milli Kırgınçılığı hakkında Xitayning mushunchalar bulab Birleşken Devletler'de çaçırap ketişinin sebebi hazır bu Uyghur Milli Kırgınçılık meselesi Birleşken Devletler Teşkilatı'da isimli kılışça birinci olab Kanada'nın şu New York'taki baş elçisi Bob Roy Efendi tarafından bir şirketim oturup koyuldu. Xitay biraz sekirgen buldu, İslam'ı şu yerlik milletlerine akıldığını, kök kıldığını deyip anadaki Kanada onun inkes kaytıgan buldu. Biz dervaka ötmüşte hatalıklarını ötküzdük. Lekin biz hakikatini tepiş ve o yaralarga melhem buluş deb bir komitet kurup, ular bilen bütün cinayetlerimiz bilen yüzleşip, ular bilen hazır münasebetini yaxşılatımız sizlerde bunda komitet nerede kuruldu deb Xitay bilen Kanada ve başka devletlerine çıkışkan buldu. Demek ki Xitay hükümeti hazır şu Birleşken Devletler Teşkilatı'da boğusu bu kelgusideki Şarkı Türkistan'a münasebetlik çoğun bir müzakere yoki münazırının fırıqını evvatıdı. Yani şu Palestin'nin hazır Birleşken Devletler Teşkilatı'da bir küzetkiçilik ornu var. Ertugün hazır şu Kanada ve başka yerdeki kanunçular Şarkı Türkistan'da Birleşken Devletler'de küzetkiçilik ornu oluş gerek de şuna mı kanuni asası ne kuvvetadı. İkinciden dünyadaki nurgun şu burunki şu milli kırgınçılıkka duçar bolgan xalqlarning taqdir qarasak milli kırgınçılıkka shunchalik shuna ichinishlik fojiani beshini o'tkazgan millatlarning hammasi mustaqillik bilan o'zining o'z tuprog'ida o'z davlatini qurganligini ko'ramiz. Chunki
Hakim milletning milliy qirg'inchilik zulmiga duch kelib turib, hech qanday millat u hakim millat bilan birga yashamaydi. Shunlashqa bu xalqaradimi Mush Uyg'urlarning Sharqiy Turkiston xalqining keyingi mustaqilligi uchun hozir shu sotning e'lon qilgan milliy qirg'inchilik haqidagi shu qonuniy hujjati favqulodda muhim rol egallaydi. Chunki mundaqcha aytganda bu sotchilarning ya Uyg'urlar bilan bir foyda ziyon to'qinishi yo'q, ya Xitoy bilan foyda ziyon to'qinishi yo'q. Ya bular Uyg'urlardan favqulodda bir manfaatga erishmaydi bu qarorni chiqarib. Bularning bergan shu sud hukmi qarasak tamamen objektiv asoslar bo'yicha berilgan. Ya'ni isbotlanmagan nuqtalarni hozir garchi mushuna jinoyat bo'ldi degan bo'lsa-mu, uni yetarli isbotlaydigan qo'limizda faktlar bo'lmag'achqa biz buni e'tirof qilmadik degandek nihoyat objektiv bo'lgan. Yana bir jihatdan qarasak, hamda Xitoyning diplomatlarining ishlatgan nimasiga nihoyat qattiq darajada ayblaymiz deb boshlangan. Andan keyin qarshi turimiz degan so'zni ishlatgan. Ya'ni qat'iy qarshi turimiz. Demak, Xitoy inkas bildirishga boshlagan. Elki Xitoy bunda ko'zgilmayla cho'rib tashlatmagan buni. Buralarda bu yolg'on, uydurma, oqay ko'kay degan. Endi bu ish bag'an siri bular yolg'on degan siri bu ish bag'an siri jiddiyga taraqqiy qilib, hozir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti uyabi. Chunki shuni o'sha ko'rormanlarimiz unutmaslik kerak. Xitoyning bunda chachirab ketishidimi? Bu davlatlarning o'z fuqarolariga ishlashi qat'iy cheklangan jinoyatdan 3 jinoyat va bularni tinchlikcha vaqtida davlatlar o'zlarining fuqarolariga ishlatmasi, sodir qilmasi bo'lgan jinoyatlar ikkisi bor. Urush vaqtida urush jinoyatini hisob qilmaganda. Birsi irqiy qirg'inchilik, birsi insoniyatga qarshi ishlangan jinoyat. Ya'ni o'zingning territoriyangda o'zini himoya qilish, mudofaa qilish qobiliyati bo'lmagan beguna insonlarni millionlab shundaq jazo lagerlariga solab, ularning haq-huquqlaridan tamamen mahrum qilib, o'zingning asos qonun, jinoiy ishlar qonunidagi moddalar bo'yicha bularga nima sababdan tutildi, nima uchun bu yerda buni tushuntirish bermay, buni insondek muomala qilmay, xohlagancha dafsanda qilib, xohlagancha o'ltirib, xohlagancha qul qilib, emgak silib yoki yani bularning hammasi 21-asrda bo'layotgan bo'lg'achqa, dastlabda buningga biroz gumon bilan qaragan davlatlarni hozir to'xtabdi, biz o'ylagandim-mo qilib ish ekan. Bu nuqta kelyapti. Ikkinchidan, bu jinoyatlarni sodir qilgani bu sudning hukmi bilan isbotlangandan keyin Xitoy o'zining fuqarolariga, ya'ni mudofiasiz fuqarolariga milliy qirg'inchilik, ya'ni tubdan yoki qisman bularni yo'q tutish uchun emas, eng qabih, ya'ni dunyoda cheklangan Xitoy o'zi imzo qo'ygan shu insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlarni sodir qilibdi. Bu tamg'a Xitoyning peshonasidan mangu ketmaydi. Mayli xalqaroda boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatda bo'lsin, rayon xarakterlik yoki O'rta Sharq yoki Afrika, bu tamg'a Xitoyning peshonasidan mangu ketmaydi. Doim Xitoy o'sal holatda turdi. Shunlashqa Xitoy endi bu sotni amaldan qoldirolmadi yoki bir nimalarni qilib baxti. Endi hozir buning ta'sirini qanday qazaytaman yoki ta'sirini qanday ko'langa tushiraman deb Dunyo Uyg'ur qurultayiga mencha Dunyo Uyg'ur qurultayiga bergan bahosini to'g'ri deyman. Ya'ni Fanhua Zuji, ya'ni Xitoy qarshi tashkilot. Albatta biz Xitoy qarshi tashkilot. Chunki vatanimizni besib olgan Xitoy davlati. Biz vatanimizda shu Xitoy davlatidan qaytarib olamiz deyapmiz, mustaqilligini eslik keltiramiz deyapmiz. Shunlashqa endi Xitoylarning ishlatgan diplomatik tilda bilan bo'lmaydi, bir o'ktamlik, bir ig'vogarlik, eng muhimi qo'rqidan, endishidan nima qilishni bilmagan, shunda o'zining shu kayfiyatni ifodalagan Xitoy hukumati bergan inkaslarni ishlatgan til orqali. Lekin endi Xitoy nima qilsin, bu yo'l allaqachon besilib bo'ldi, qaror chiqarib bo'ldi, hukmnoma chiqdi. Endi bu hukmnoma dunyoning hamma yerida, parlamentlarda va boshqalarda o'xshamagan darajada o'z inkosini topadi va Xitoy bundan keyin dunyo qonun sohasida emas, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro jinoiy ishlar sudi qatorliq nurg'un yerlarda nihoyat o'saloqqa tushib qolishga majbur bo'ladi. Olgan Isa Efendi tönügen yana bir vaqtda Xitoyning tashqi ishlar ministri bayonotchisi Wang Wenbinmo ishqil narsani o'tirib qo'yib, ya'ni bu bo'layotgan ishlarning hammasini Amerika boshchiligidagi g'arb ellarning maqsadli holda Xitoyni, ya'ni Xinjiang orqali Xitoyni qo'rshaga yoki kontrolga elish uchun elib borgan bir o'yin ekanligi.
Xitoyda ish zaman irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat va yoki Uyg'urlar orasidagi majbur emgakning yo'qligini o'ttirib qo'yib, Dunyo Uyg'ur qulti, Uyg'ur soti, Avstraliya strategiyalik tadqiqot markazi, instituti qatorliq nurg'un tashkilotlar va institutlarga hujum qilgan bo'ldi. Lekin degandek yana Uyg'ur soti to'g'risida degan gapga o'xshash. Bu yag'an sot, akmit yo'q, kuchga ega emas. G'arb ellari bundan keyin pul qashlab o'ynagan o'yin. Keyin u yerda so'zlagan mutaxassislar bo'lsin, shohidlar bo'lsin, hammasi artistlar bo'ladi deb davomli yana mushu gapni o'ttirg'a qo'yyotidi. Bunda bir vaqtda endi masalan mushu chorshanbadagi yig'inda mushu Jeffrey Nice apandi bosh sotchimi dedi. To'g'ri, bizning bu qarorni e'lon qilgan bilan uni ijro qilgan kuchimiz yo'q. Bu dedi. Shu bizning kuchimiz. Endi buni ijro qilganlar o'sha har qaysi davlat, hukumat ham parlamentlari deganni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Sizning javob aytimi deb ketdingiz. Agar Uyg'ur soti hech qanday bir ahamiyati bo'lmasa, ya ba'zilar to'g'ri chiqib olib necha vaqtdan yoqib setib yurgandek Uyg'ur sotining hech qanday ahamiyati bo'lmasa, bu Xitoy hukumati hamda bu ham ahamiyati yo'q, kuchi yo'q, bir sot yoki atalmish salohiyat yo'q bir sotdan nimda bunchalik darajada cho'chiydi. Demek muşu Xitay hükümetinin çöçüp gitişi bu kadar yani yüzünün ki çoğun bir devlet deydi o yüzünün çoğun bir devletlik obrazını mı yo'qotgan şekilde hiç diplomatiyaga uygun bo'lmaydigan tillar bilan Uyg'ur sotiga, devletlerge, tadqiqot merkezlerge tamam Dünya Uyg'ur qurultayini davomli tillaydi o ayrı bir mesele ama nurg'unlagan xalqarada itibarga erishgan mesela Jeffrey Nice nimeninki Angliyaning jasusi bu dedi. Angliyaning jasusi bo'lgan va yoki bo'lmasa Xitoy aytgandagidek undaq bir salohiyat bor bo'lgan inson xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida Milosevichni sotlaydigan huquqni dunyo unga bermagan bo'ladi zamonida. Demak, shunga o'xshaydigan dunyo tarafidan e'tirof qilingan bir insonga ishlatgan tilmi qo'pol bir til endi, yarashmaydigan bir til. Şunun Xitoy bu sotninki bir tarafdan bu bir teatr degan bilan amaliyotda bunun bir teatr bo'lmaganligini Xitoyning bu sotda Abiyat Mehmet To'xta efendi degandek neticesidan boshqa bütün faktlar bilan bunun da yani bütün Uyg'urlarning mushu 2016 yildan keyin epirayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati lam emas. Bütün mushu 1949 yildan buyon Xitoy kommunistik hokimiyatining Sharq Turkistonda isloh qilgandan buyon epirgan bütün isloh siyosatlarning hammasi bir qadim operatsiya qilib chiqdi. Bu yerda net 100 ming betlik bir arxiv ombiri var. Bularning adin zig'icha balkim Xitoy tasavvur qilib bo'lmagan, bizlarni tek ko'rib boqmagan bu nimaning uchun nurg'un hujjatlar var. Buni kelajakda hatto nurg'unlagan tadqiqotchilar, olimlar, nurg'unlagan tadqiqot institutlari bu tadqiqot yani bunda bir ambar şekillendi. Bu bir ambar şekillendi. Uygurların bütün tarihi, siyasi, iqtisadi, medeniyet hem narsa. Gelecekte bu sotqilgan her bir tema hakkında kitaplar yazilishi mumkin. Maxsus doktorluk tezleri yazilishi mumkin. Nurg'un tadqiqotlar olib berilishi mumkin buning asosini. Shuning uchun Xitoy buni bizni qaragan tek yaxshiroq biladi. Buning qanchalik ahamiyati bo'lganligini Xitoy hukumati uchun, mavjud hukumat uchun va kelajak uchunmi Xitoyning birinchi cho'ng davlat bo'ladigan dunyoga hukmronlik qiladigan bir narsasi zaten ko'rgilgan. Yani buning bilan bunda bir jinoyat o'tkazib turib, unda bir davlat bo'lolmaydiganlik, yani Xitoyning bunimizga dazkatdi endi nurg'ulgan davlat. Ba'zi davlatlar iqtisodiy manfaatdagi Xitoy bilan ha deyishi mumkin, ammo Xitoyni yani rasmiy shaklda bir g'arb demokrat davlatidagi yoki Amerikadagi muhattab oladigan bir yerda bo'lmaydiganligini yuz qiladi. Ikkinchi bir jinoyat o'tkazyapti. Shunga o'xshaydigan narsalar bilan Xitoy Muşunundan qandaq yüzünü pakizlab chiqish, qandaq qilib bu hujumlardan va yoki kelajakda yuz bo'lgan xatarlardan, hozirgi va kelajakda xatarlardan saqlab qilish uchun bir yo'l topolmay, mushundaq bir qabiy yuzga yarashmaydigan, diplomatiyaga yarashmaydigan usullarga başvuryapti. Ama kech qoldi degan gap, chunki bu bir reallik. Xitoy aslida aqlli bir davlat bo'lsa va yoki dunyoda cho'ng bir davlat bo'lsa, derhal yüzünün bu günahını tunup, ben hakikaten 21. asılda ve ya ki benim bazı emeldarlarım bunu kıptı deyiş arkalık yüzü məlum cihette kutkuzu kalalışı bu kırgınçılığın toqtuş arkalık dünyanın apı sorap, Uygur halkının, Şarkı Türkistan halkının apı sorap,
bizning o'zimiz boshquradigan Sharq Turkiston xalqining egilik huquqini, chunki bugungi kunda erki yana bir masaladan qo'rqayotgan yeri erkiy qirg'inchilikka uchragan bir millatning mustaqil bo'lish huquqi bo'ladi avtomatik bir şekilde. Yani bu bir qirg'inchilik uchrayotgan bir millat. Masalan, Kosovoda erkiy qirg'inchilik yuz berdi. O millatning eng oxirida mustaqil bo'lgan huquq chiqdi. Bosna Hersekda qirg'inchilik yuz berdi. Eng oxirida dunyo uning milliy mustaqilligini tanidi. Buning oxiri shu yerga berib boradigan gap. Hatta Xitoy buningdan tortib his qilib bo'lgan bir vaziyatda. Demak, bu qaror eng oxirida olib berib Sharq Turkiston xalqining, Uyg'ur xalqining o'zining milliy mustaqilligini qo'lga olish darajasigacha boradigan bir yo'lni ichishi mumkin. Şunu Xitoy bu meselede nayte çocuğu ketken bir vaziyette ama bizden bazı aklı yok insanlarımız tek uyalan düşünüp algan yerde emas. Shunda. Mehmet To'xta Efendi, masalan, payshanba kuni yana bu Abdumur rayonlik hukumatning bayonotchisi Shuguishan Beijingda turib, Xitoyning masalan BDTda turishliq vakili Dünya Uyg'ur qulti ham Uyg'ur sotiga hujum qilsa bir jihatdan. Xitoyning tashqi ishlar ministrining bayonotchisi yana 3-4 sababni bahona qilib Dünya Uyg'ur qulti, Uyg'ur soti, Avstraliya strategik tadqiqot instituti va boshqa g'arb Amerika boshliqli g'arb ellarga hujum qilsa, payshanba kuni yana bu Shuguishan Beijingda sahnaga chiqib, ba'zi bir Uyg'urlarni apirbatda bu yerda Uyg'urlarda hech qachon bir majburiy emgakning yo'qligi, Uyg'ur degan nihoyatda baxtlik, xo'shal-xo'ram yashayotganligi, bu yerda degan Uyg'urlarning emgak huquqlari to'liq kapolatga ega ekanligi degan sabsatalarni o'ttirib qo'yish bilan bir vaqtda Amerikaning shirkati mana Walmart, yana Sam's Club buningga hujum qilib, buningga hatto tahdid qildi. Chunki yaqinda Amerikaning Intel shirkati yana Walmart shirkatlari yana shu Uyg'ur rayonidan chiqargan narsalarni bo'libmi ularning keliq ta'minot zanjiridan chiqarib bitishni o'ttirib qo'ygan edi. Natijada Xitoy hukumati o'zining xalqini kuchlantirish orqali hujum qilg'izib bularga, keyin bular endi Intel kechirim so'ragan bo'ldi, Walmart masal keyniga chekkan bo'ldi. Hozir masalan o'tgan yilning oxiri yana 12-oyning 23-kunida Amerikaning prezidenti Joe Biden Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni qo'l qo'ygandan keyin albatta Amerikaning shirkatlari shu qonunga asosan Uyg'ur rayonidan chiqqan har qanday ta'minot zanjiri, har qanday mol-mulkni, mallarni, tovarlarni olishni to'xtatish kerak. Shuning hozir sizningcha endi bu albatta bu Amerikada bo'layotgan ish bo'lsa, bugun Kanadaga bo'ldi, Kanadaning shirkatlari bu albatta Xitoyda o'sha Uyg'ur rayonidan chiqqan tovarlarni ishlatayotgan yo ilayotgan degandek. Shuningga bu shuga ishona bu hozir chiqib Abdumur rayonlik hukumatdan Amerikaning shirkatlariga bir tahdid sog'dak bir darajaga kelishi Uyg'urlar masalasida buni qanday tushunamiz? Birisi bu ichki tashviqotga, ya'ni garchi Amerika u bu unda degan bilan biz kuchli davlat deb o'zlarining ichki tashviqotiga qaratilgan bir mundaqlik uyan deb qarayman, teatr. Chunki Xitoy hukumati Amerika, Yevropa shirkatlariga embargo yurgizib yoki ularga jazo yurgizib, Xitoyning hozir kelayotgan tashqi perevotining 80% Amerika, Şimal Amerika yoki Yevropa bozorlaridan keldi. Bu Şimal Amerika va Yevropa bozori Xitoyning eng ko'p eksport manzili hisoblanadi. Ya'ni Xitoy eksport qilgan mallarning ko'pi bu davlat. Chunki bu ishga qit'aning shu Yevropa bilan Shimoliy Amerika qit'asining sotilish kuchi favqulodda yuqori, iste'mol seviyasi yuqori. Shunlashqa Xitoyning nurg'un mallarining shu ishki Yevropa va Shimoliy Amerikadan iborat ishki qit'a mayli ta'minlash zanjiri olsin, natija tutishib ketgan. Bular jiq iste'mol qiladi. Shunlashqa Xitoy bayonotchilarining u Beijing turilib bu Amerika va g'arb davlatlarini ayblashi amaliyotda o'zining putiga o'zi palto chopgandan boshqa narsa emas. Ya'ni bu undaq tashviqotni ichki qismda qilib qo'ygan bilan ya Walmartga yoki boshqalarga shu davlat ichida ba'zi boykot qilamiz u bu degan bilan amaliyotda yana shu g'arb davlatlarining bozorlariga muhtoj. Shunlashqa Xitoyning bu tashviqotining amaliyotda hech qanday quruq popozdan boshqa bir narsa emasligini xalqimiz bilishi kerak. Endi eng muhim narsa hozir Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti vakillari, tarafsiz organlar, muxbirlar biz kirayli dedi, uning ruxsat qilmadi.
ruxsat qilmadi. Ammo u yerdan o'zlari tepib olgan mayli besim bilan so'zlashsin yoki belgilik manfaat bilan so'zlashsin, nim bo'lsa, insonlarni qo'liga tutqizib qo'ygan qog'ozlarni o'qitqizib yoki bularni tashviqot vositasida ishlatib, bu tashqi dunyoni qoyil qildigan yerdan allaqachon halqib ketdi. İnsanlar Xitoyning bu yolg'onlarini biladi. Endi hozir bu bo'libmi, o'sha 12 oyning 9-kuni Uyg'ur milliy qirg'inchiligi haqidagi bu sud hukmnomasi chiqqandan keyin dunyoning jiq yerlarida xilma-xil o'zgarishlar bo'lyapti endi. Mayli Amerikada chiqqan qonun, Kanada senatga shu kengash palatasiga, ya'ni bizning vatandoshlarga mahsulotlarni cheklash qonun loyihasi allaqachon o'tirib qo'yilib bo'ldi. Boshqa yerlardan bo'lyapti. Shunlashgan endi Xitoy hozir iqtisodiy jihatdan keyinga chekinyapti. Uyg'ur milliy qirg'inchiligi sababli g'arb dunyosi qo'ygan ba'zi embargoning ziynini allaqachon tortyapti. Endi Xitoyning asosliq mayli paxta, mayli pomidor, mayli quyosh energiya taxtisi bo'lsin yo boshqa elektronlik mahsulotlar bo'lsin, bu mahsulotlarning eksport nuqtasi yana g'arb bozorlari hamda. G'arb bozorlari bu Xitoy mollariga nisbatan bu cheklama yoki bular qo'yilgan hozirgi siyosatni izchil chingitib mansa, Xitoyning tashqi perevodi bo'lgan sari ajizlaydi. Xitoy iqtisodiy keyinga chekinyapti. Onun ustiga o'zining nimasidan oshgan holda nurg'un xalqaro olimpik olsun onunga sponsor olmaymiz deb nim qildi, nurg'un chiqimiga kirdi. Xitoyning o'zi paydo qilgan virus masalasi bu Xitoyning hozir xilobdan beshini og'irtyapti. Bularning hammasi qo'shilib Xitoyda atgan cho'ng bir ichki qalaymiqonchilikning chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababdan bu Sharqiy Turkiston da'vosi birsi qo'l keltirgan natijalar bilan nayta puxta qadam bilan qonuniy va siyosiy jihatdan bu sudning hukmini qanday qilib o'zimizning xalqimizning eng oliy manfaati qanday ishlatamiz. Yana bir jihatdan Xitoyda bo'ladigan shu xil qalaymiqonchilik va ichki bo'linish nurg'un narsalarga tayyor turishimiz to'g'ri keldi. Yani Sharqiy Turkistonning atrofida Qozog'iston va bu yerda bo'layotgan vaziyatga davolg'ishlarmi Xitoyni qo'rqityapti. Shunlashqa Sharqiy Turkiston buningdan keyinmi Xitoyning bir qo'rqadigan bir rayoni, yani ensiraydigan bir rayoni bo'lib turishga davom qiladigan qildi. Shunlashqa Dunyo Uyg'ur qurultoyi boshchiligidagi bu chet ellardagi Sharqiy Turkiston davosimi Xitoyning yana qara tushi bo'lib Xitoyni cho'chitadigan, doim Xitoyni ensiratadigan shunday bir kuch bo'lishga davom qildigandek turdi oldimizgi yillarda. Tolg'on apandi, Amerika g'arb ellari Xitoy hukumatiga ayta Uyg'ur masalasi qattiq turib, BDT'da ayblab, ham bu Amerikada bir qancha qonun chiqdi degandek. Uni azda Amerika boshchiligidagi g'arb ellari Xitoyning bu olimpikni boyqut qildi. Muşunda bir vaqtda albatta Qozog'istonda bo'lgan o voqeadan keyin Xitoy hukumati Xi Jinping qattiq qo'llaydiganligini bostirishni, Xitoyning atrofidagi davlatlarda yoki ranglik inqilobning bo'lishining oldini olish kerakligini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Uni azda Abdumrayning bayonotchisi Elijon Inoyatmo shu atrofdagi muqimlikning muhimligini, ya'ni Qozog'iston bo'lsa atrof. Chunki Uyg'ur rayoni bevosita ta'sir ko'rsatgan ekan. Degan masalani o'tirib qo'yayotgan bunda bir vaqtda masalan Xitoy hukumati tashqi ishlar ministri Wang Yi mushatda Saudiyaning, Kuvaytning, shu o'tir sharq davlatlarining tashqi ishlar ministri bilan ko'rishdi. Hatto Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu bilan ko'rishdi. Sizningcha bu Xitoy hukumatining naq shu g'arb ellari Xitoyga qattiq qo'lliq bilan muomala qilayotgan vaqtda yana Uyg'ur masalasi sababidan bu davlatlarni yig'ib akilib ular bilan ko'rishdiki asosiy maqsadi nima deb qaraysiz? Bu g'arb davlatlari, Yevropa, Amerika boshqa g'arb davlatlari asosiyatdan Xitoyning bu jinoyatlarini bilib bo'lgan bir vaziyatda. Xitoyning bir jinoyat o'tkazayotganligini bilib, buning Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida hozirgacha bir qancha qatim 2019-yili bunu bilgan davlat 2018-yilda 11-oyda 14 davlat bo'lgan bo'lsa, 2021-yilga kelgan vaqtda bu davlat 43 ga yuksaldi. Chiqdi. Yani 3 yaş ko'paydi. Xitoy bundan cho'chigan bir vaziyatda. Xitoy qanchalik kuchini ishiltish orqali bu davlatlarni aldash va bizni yolg'onchiga chiqarishga ko'p kuchgan bo'lsa-mu, Bağlan sırı dünyanı aldayanmay hakikat oturga chiqib bu Uyg'ur sotidan keyin Xitoy texim cho'chib ketganligining alomati shu. Shuningga hamda
Ama bir kısım Müslüman devletlerini yani Xitayga iqtisadi jihatdan beqindi bo'lgan, yana texnik jihatdan beqindi bo'lib qolgan ve kişilik hukuk jihatdimi o'zining bir muncha illatlari bo'lgan bir kısım devletler bilan hamkorlashyapti. Bu tunji bir hadise emas, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bunu ko'rdi. 43 devlet Xitayga qarshi birlashma bayonotini qilib Uyg'urlarga qaratayotgan bostirishni tanqidlagan vaqtida Xitoy shu Afrikadagi, Latin Amerikadagi, Osiyodagi va hali ko'p qismi musulmon davlatlardan tashkil topgan davlatlar bilan birlashib qo'shib o'zining siyosatini qo'llaydigan bayonotlarni bergizdi. Bir qancha qatim bunga shohid bo'ldik hamda. Shohid bo'ldik. Shuni Xitoy buning epirayotgan bu ko'rishdi shu siyosatlarning yana bir ijrosi. Ko'pmi Uyg'ur sutining qarori chiqqandan keyin bo'libmay olimpik bo'ludi hamda bo'layotgan vaqtda nurg'unlagan davlatlarning, nurg'unlagan xalqaro tashkilotlarning bunu boykot qilishga chaqiriq qilishi, bir qism davlatlarning diplomatik boykot qilishi va bir qism sportchilarning u yerga berishidan boshlatib bayonotlarni e'lon qilishi Xitoyni bir qiyin ahvolga qo'yyapti. Shuningga Xitoy bu davlatlarni bilan ko'rish orqali g'arb davlatlaridan ben peshvo yapib boraman. Hech bo'lmasa menga ehtiyoji bo'lgan ve mening ehtiyojim bo'lgan bu devletler arkalık bir ağız burnu yalış arkalık vakitlik bozumu ben bulanı olsun kulağım tutturup üzerime bir kollaş şekillendireyim. Dep bulanı oldap müştah buladı da hem de bu devletlerin sistemi halkıranın besim güçlü gazı. Her devletlerin olsun ve yüzün işçidiki mesela Türkiye'ni alsak muhalefet partiyeler olsun ve Türk halkı olsun Erdoğan'ın nait cim turvakallıgıdan nait şikayetçi olduğu parlamentin nurgulluğa nazırı çıkacak cıgılla olduğu muhalefet partiyeler nurgun dokulatlarını ilan kıldı. Sosyal medyalarda ve medyal metbuatlarda çok tenkitler boğan dikin en ahırda Türkiye'mi ötkeyle 10. ayda aşık Xitayni tenkitlaydigan devletler qatarıga imza qo'yishga o'tdi. Hozir cim turvagan. Demek burun bir Müslüman devlet yoktu, kim bu Müslüman devlet yükseldi. Xitoy bundan mı qo'rqib ketdi? Men davomli yana shunday har xil va'dalarni qilish orqali bu davlatlarni tutib turmasam, agar musulmon davlatlarimi burun men bilan birga turgan ba'zi davlatlarmi mushu qator qo'shib ketqasi mening ishim chataq degan shaklda qo'ldan keladigan, tirishadigan bütün choralarga bosh urib, o'zining jinoyatini yopishga va bir qism davlatlarga qanday va'dalarni beryapti u yerga borganligini bilmayapmiz. Ama bazen mesela Türkiye'nin Çavuşoğlu'ndan görüşken vakti Xitay metbuatlarının bergen bayanat bilen Türk metbuatlarının bergen bayanat okşamazlık var. Mesela Çavuşoğlu iyede Xitay bilen boğan sözlerde Uygur Türkleri gibi boğan meselede naiti ciddiye qaraydiganlıklarını, bunu rahatsız kılatkan bir meselini oturup koyganlıklarını dedi ama Xitay onu yalgallap bambaşka türlü nesini davattı. Demek Xitay bu cihatta mı bazı sıkıntıları duş kivatıdı. Mehmet To'xta Efendi, siz degandek hozir bu olimpik yana bir qancha plan qoldi. Hozir dunyo Uyg'ur islami shu olimpikni boykot qilish uchun nurg'un harakatlarni ilib bordinglar, nurg'un davlatlar bilan ko'rishdinglar. Hem shu 2 oyning 5-mi, hem de Bolji qirg'inchiligining 25 yilligining xotirasi, hem olimpikning boshlanishi bilan sizlar bekan ko'lamda harakat ilib bormoqchi. Albatta Amerika, Kanada, Angliya nurg'un davlatlar hamda bu Xitoyning olimpikni diplomatik jihatdan boykot qilgan bo'ldi. Shvetsiya, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlar bu koronavirusning taqlishni, bu vaboni bahona qilib o'zining diplomatlarini, hukumat amaldorlarini avatmaydigan bo'ldi. Ammo hozirgi reallik qarsak hozir bu vaboning taraqqiyotiga hozir mayli Amerikada, Yevropada, Xitoyning o'zi qarsaqmi bu yamrab ketishning darajasining cho'ngligida ko'lamining kengligida masalan Xitoy hukumati yaqinda Xi'anni ham Tianjin shahrini qo'rshaga oldi. U yerdan kirib chiqish yo'q endi. Tianjinda yana endi Beijingga shu bir soatlam keldigan yer endi nihoyat yaqin. Hozir yana bu olimpik o'tkazilganga bir 2-3 hafta vaqt qolgan chog'da shu Omikronning tarqalishi kuchayib Beijingga tarqalib borsa, Xitoy hukumati hatto bu qitimqi qishliq olimpikni bexotirjam o'tkazilishi mumkinmi? O naite Xitoy hukumatının ishki qismida naite qiyin ahvolda qolgandek turadi. Chunki g'arb dunyosida hamma narsa ochiq oshkora bo'lg'achqa biz kundalik son, kundalik vaqa sayısı, doktorxonaga yetib qilish sayısı hammani bilib turamiz. Xitoy hukumati bu jihatda texmo vahshiy usullarni qo'llanib aholini shu qamab uyga
shaharlarni taqab, ba'zilarini qilgandek tadbirlarni olgandek tusimi, lekin bu kasallikning yomrishini to'sab qololmayapti. Ikkinchidan, bu nurg'un insonlar Beijing Olimpik bo'lgandan keyin bu olimpik faoliyatlarning hammasi shu Beijingdagi qush uvusidagi nimada o'tkazildi deb amaliyot unda emas. Bu qishliq olimpik o'yinlarining tanharakatlaridan bir qismi harbinda o'tkazilishi mumkin, ba'zilari Oltay tog'larida o'tkazilishi mumkin. O'xshamagan narsalar tayyorlandi. Buning hamda hammasi Beijingda bo'lishini atayin. Shunlashqa bu tanharakachilarning sayohati va qatnash transporti nurg'un tashqi dunyo bilan uchrashish nimalari imkoniyatlari bak ko'p bo'lish kerak hamda. Hozir bunday sharoitda ba'zi davlatlarning Xitoyning besimidan qo'rqib boykot qilinmagan davlatlarmi va kasallikni bahona qilib borolmaydiganligini o'z diplomatlarining va tanharakachilarning salomatligini bundaq bir qiyin xatarga bularni atmaydiganligini bahona qilib chiroyliqcha Xitoyni ranjitmaga asosda hamda boykot bo'layotadi, millatda boykot bo'layotadi hamda. Hozir shu diplomatlarni avatmaymiz degan davlatlarmi ertagan nayt qisqa vaqtda qolib qoldi. Tanharakachilarni avatmaydigan qaror olsa, bunga hayron bo'lmasligimiz kerak, chunki vaziyat shu nuqtaga taraqqiy qilyotdi. Endi yana birisi 2-4-kuni Xitoy ma tashqi dunyodami shu dal Xitoy olimpik bilan o'xshash kuni alternativ yoki shuningga mos Xitoyning jinoiy qilmishlarini ochadigan shu olimpik 2-4-kuni va Kanadada Ottawada bo'ldi masalan Xitoy elchisining oldida nurg'un Uyg'ur, Tibet va boshqalar birlashib shu Xitoy hukumatining jinoyatlarini xotirlaydigan Xitoy hukumatining jinoyatchilarining bo'ynilariga simvolik nimada nomussuzlik nimiz taqaydigan, ordeni taqaydigan, mukofotlarimiz taqaydigan nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Ya'ni bu mendaq aytganda Xitoyni kuzatadigan, Xitoyning qilmishlarini yuziga soladigan yaxshi bir fursat shunlashqa dunyodami nurg'un kampaniyalar bo'layotdi. Mencha 2-3 haftadak bataxi angacha Xitoyda nima bo'ldi bo'lmaydi bilmaymiz, lekin nurg'un davlatlar tanharakachilarni avatishdanmi voz kechishi mumkin. Bu davlatlarning soni bag'ansir ko'payishi mumkin deb qarayman. Ko'p rahmat To'lqin apandi, Mehmet To'qi apandi bugungi suhbatga qatnashib berganingizga. Ko'p rahmat. Sizga rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi suhbatimiz musha daxil ishdi. Kelasi hafta ko'rishguncha xush vaqt bo'ling.